Qo'qon 1912 va Nasaf jamoalari o'rtasida kechgan bellashuvda o'ziga xos bahsli vaziyat yuzaga keldi. Ya'ni o'yinning 78-daqiqasida Qo'qon 1912 jamoasining hujumi natijasida Silvanus Nimelli hamda darvozabon Abduvohid Ne'matov o'rtasida bahsli vaziyat yuzaga keldi. Ya'ni hakam ushbu vaziyatda 11 metrlik nuqtani ko'rsatdi. Ya'ni zarbadan so'ng Abduvohid Ne'matov to'pni qaytardi va qaytgan to'pga Silvanus Nimelli harakatlanayotgan vaqtda darvozabonning qo'li ko'tarildi va ushbu holatda hakam VAR orqali vaziyatni ko'rganidan so'ng 11 metrlik nuqtani ko'rsatdi va ushbu vaziyatda Nasaf futbolchilari juda ham noroziliklarini bildirishdi. Shu o'rinda muxlislarga yuzlanmoqchimiz, ushbu vaziyatda penalti bormidi yoki yo'qmidi? Fikringizni yozib qoldiring. Yana bir jihat shuki, darvozabondan qaytgan to'pni agarda hujumchi to'pni qo'liga kiritganda darvoza bo'sh edi. Assalomu alaykum, hurmatli futbol muxlislari. Futbol panoramasi kanali o'zining dasturlarini davom ettiradi. O'zbekiston Super Ligasining 6-tur uchrashuvlariga ham start berildi, xabaringiz bor va bugun Qo'qon 1912 va Nasaf jamoalari o'rtasida kechgan bellashuvda o'ziga xos bahsli vaziyat yuzaga keldi. Ya'ni o'yinning 78-daqiqasida Qo'qon 1912 jamoasining hujumi natijasida Silvanus Nimelli hamda darvozabon Abduvohid Ne'matov o'rtasida bahsli vaziyat yuzaga keldi. Ya'ni hakam ushbu vaziyatda 11 metrlik nuqtani ko'rsatdi. Ya'ni zarbadan so'ng Abduvohid Ne'matov to'pni qaytardi va qaytgan to'pga Silvanus Nimelli harakatlanayotgan vaqtda darvozabonning qo'li ko'tarildi va ushbu holatda hakam VAR orqali vaziyatni ko'rganidan so'ng 11 metrlik nuqtani ko'rsatdi va ushbu vaziyatda Nasaf futbolchilari juda ham noroziliklarini bildirishdi. Shu o'rinda muxlislarga yuzlanmoqchimiz, ushbu vaziyatda penalti bormidi yoki yo'qmidi? Fikringizni yozib qoldiring. Bir qarashda ayni holatda penalti yo'qdek ko'rindi. Yana bir jihat shuki, darvozabondan qaytgan to'pni agarda hujumchi to'pni qo'liga kiritganda darvoza bo'sh edi. Ya'ni mana shu holatga menimcha hakamlar e'tibor qaratishdi yoki bilmadim. Ushbu holat yuzasidan hakamlar markazidan izoh kutib qolamiz. Shu o'rinda qayd etib o'tish kerak, ushbu uchrashuvni Rustam Lutfulin boshchiligidagi hakamlar brigadasi boshqarib bordi. Unga qanotlarda Sanjar Shoyusupov va Akmal G'iyosovlar yordam berishdi. VARda esa Ibrohim Ismoilov, avarda esa Rinat Sirazidinovlar faoliyat olib bordi. Yana bir bor qayd etib o'tish kerak, sizningcha ushbu holatda penalti bormidi yoki yo'qmidi? Fikringizni video izohiga yozib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Shu o'rinda eslatib o'tmoqchimiz, mazkur bellashuv 1-1 hisobdagi durang bilan yakunlandi va har bir jamoa 1 ochkodan bo'lib oldi. Mazkur holatdan keyin Ro'ziqul Berdiyev ham maydondan chetlatildi. U hakamga ochiqchasiga e'tiroz bildirgani uchun. Ushbu hodisa tafsilotlari bo'yicha yana albatta video chiqaramiz. Shu sababli ushbu videoni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lishni va videoga like tugmasini bosishni unutmang.